ikkita angus qolyapti ekan. Xudo xolasa bu mikkilar ketyapti. 6 ariqqa. Agar bo'lmay qolsa savdo pishmasa bular ham sotuvdi. Lekin o'shiga 25 dan narx aytilyapti. Bu ikkoviga yana yo'lini qilishni iloji bormi? Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Mana sizlarga aytilgan 5 ta angus mollarimiz. Yeyishiga e'tibor beringlar. Ikkitasi angus, bu uchalasi Mickey Mouse. To'qolidan, g'urra boshidan yeb turganidan mana. Endi bularni bo'y vasti, vesi kelib ustida ko'rasizlar. Telefonda katta va kichkina ko'rib qolish bor. Hozir bularga savdo ham bo'lyapti. Lekin sizlarga xudo xolasa narxlarini yoritib beramiz. Hozir ikkitasi yo uchtasi savdo bo'lyapti. Mana orqalari pachka, oyoqlari baquvvat. Eng yaxshi tarafi yeb turgan. Birin-ketin mollar. Bu yerda yana mollarimiz bor. Bular narxi ham kelib savdolashib olsanglar bo'laveradi. Lekin asosan shu beshalasini olyapmiz. Aka, bularga bitta narx ayting. Beshalasini optim olaman deganing, katta kichik. Katta kichik 25 milliondan. 25 milliondan beshalasini dastavka qilib beraverasiz O'zbekiston bo'yicha. Keladi 25 deyapsiz, yana xayri bor. Ha, gaplashib olaveradi. Xayrsiz narsani o'zi yo'q akalar. Uchovi savdo bo'lyapti, 9 sotib ketishim mumkin. Mana ikkoviga 27 dan bersa beramiz. Bu ikkovi 27 dan bo'ladimi? Ha, 27 dan. Ikkita angus qolyapti ekan. Xudo xolasa bu mikkilar ketyapti. 6 ariqqa. Agar bo'lmay qolsa savdo pishmasa bular ham sotuvdi. Lekin o'shiga 25 dan narx aytilyapti. Bu ikkoviga yana yo'lini qilishni iloji bormi aka? 27 dan bu ikkalasi, optimga 25 dan. Shu ikkoviga, ha, ikkoviga. 27 dan mayli zinatini qilib beramiz. Ha, bo'ldi. Savdosi keladi, molni ko'radi. Oldilaridan ham bering. Xudo xolasa o'shanga qarab narx beraveradi. Narx beradigan sizlar. Pul sizlardiki, mol bulardiki. Narxni sizlar aytaverasizlar. Chunki savdosi narsani o'zi yo'q. Savdo qilinadi dastavkalari ichida. Sizni uyingizga boradi shu, xudo xolasa ikkita angus. Bu Mickey Mouse'lar savdo bo'lyapti. Xudo xolasa ishi bitsa, buni ham narxini yozib qo'yamiz. Necha puldan baraka bo'lgan. Tugamagan mollar, bu yerda yana mollar bor. Hozircha yeb turganlari, mana sog'lomlari, yashurdan chiqqanlari, kelganiga 3 kun bo'ldi bularni. Sotilib ketishi ehtimoli ko'p. Asosan shu andijonliklar kelinglar. Ulgisizlar. Kech payt kelsanglar ham bularning vaqti bo'ladi, svetlari bilan yoritib olib ketaverasizlar. 24 soat sharoit bor akamizda. Albatta qo'llab-quvvatlanglar, xudo xolasa. Ularni addenni bitta video qilamiz. Xudo xolasa katta partiyani. Qo'llab-quvvatlanglar, podpiska qilinglar, xudo xolasa sizlar uchun vodiy bo'ylab sotiladigan eng arzon zotli mollar chiqarib joylab boramiz.